O'zbekistonda saratonga chalinganlar примерно qancha o'syaptimi bu, pasayaptimi, o'sayotgan bo'lsa 26 mingta har yili yangi aniqlanadi. Aytaylik, vaksinatsiyani 90% dan yuqoriga chiqarsak, 2050-yilga bizda bachadon bo'yni saratoni bo'lmaydi. Koreyadagi pensioner o'zini hayotini maza qilib yashayotgan paytda o'zbekistonlik odam bu dunyoni tark etadi. Tibbiyot bu xizmatmi yoki bu yordammi? Chunki bu juda anaqali. Biz bu qanaqadir shonli professiyamizmi yoki bir usluga bunday haligi chuqur olib qarasangiz, любой narsa rakka olib keladi. Bizni yashashimizni o'zi hayotda o'zi qancha qari bo'lsak, hayotda o'zi rakka yaqinlashtiradi. Agar kimdir sizlarga mana alternativ davolash yo'li bor desa, biling, ular uchiga chiqqan firibgarlar va ular vijdonsiz odamlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Aziz tomoshabinlar, Rustam Javohir. Yahyo Fazliddinov. Assalomu alaykum. Yahyo deyveraylik. Yahyo. Mashina o'zdaydi. Qancha ishdan tashqarida. Xush kelibsizlar. Shifokorlar xonasi podkastiga. Nomini shuna qoldiradigan bo'lsak. Ayrim endi mana bemor shifokorlar xonasiga kira oladi. Har gal bemor o'chirsiz kirsam maylimi, shifokor istoriyasi turgan payt yoki uxlayotgan payt bo'ladi. Kirmang, anaqa. Hozir endi mana sizlarga imkoniyat shifokorlar bilan bitta xonaga kirib suhbatlab borishga. Marhamat. Allaqalar ham yo'q, babulalar yo'q. Savollar beringlar. Hamma savollarga javob beramiz. Da. Vypiskani ham chiqazib beramiz. Eng asosiysi o'sha shifokorlar xonasida operatsiyadan oldin yoki operatsiyadan tugadi, nima bo'ldi, vypiska qachon olaman, ketishim kerak, qachon ketasiz? 3 kundan keyin. Vypiskaga уже tayyor kelaveradi sekin. Oldinroq harakat qilish kerak. Bugun ketayotgandim, vypiskani bering. Javohir, Rustam, Yahyo. Xo'p, unda bugungisini anaqa sohalarimiz haqida kim nima bilan shug'ullanadi? Yana bir marta qaytarib o'tib ketamiz. Bu uzr, menda sal qilyapti. Onkolog, palliativ yordam shifokori, umumiy amaliy shifokori, terapevt. Endi asosiysi shu. Onkolog, palliativ yordam shifokori. Yo'q, yana bitta uchinchisini qo'shing. Uchinchisi sog'liqni saqlash tizimida tashkilotchimi? O'sha qiyin nomli har xil narsalar. Bugun hali aqlli gaplar gapirish ekan. Bugun aqlli gaplar gapirish kerak. Xo'p, bizni umuman bir men chiqqan edim. Javohirda ham biz keyingi vypusklarga bir terapiya haqida bir surpriz hali o'ziga aytmadik. Savollar bilan ko'mmoqchimiz. Buguncha mana Yahyo aka, Yahyo Fazliddinov bir o'z haqingizda qiladi gapirmoqchi edik. Bo'ldi. Bugun shu sohani nima uchun tanladingiz? Aytdim, nima meni o'rtaga o'tkazib qo'yishibdi. Bugun men qopdamanmi? Bugun padarakam olib kelishingiz kerak edi, esdan chiqqan, lekin 4 ta odamnikini sirasi olib kelamiz. Birdan. Avansida. Endi o'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, Yahyoman, Yahyo Ziyayev, Respublika onkologiya markazida hozircha onkolog bo'lib ishlayman. Bundan tashqari Taskin hospitalida palliativ yordam shifokori bo'lib ishlayman. Onkologiyaga tug'ilganimdan beri kirganman shekilli. Dadam tug'ilganida onkolog edi. Undan keyin o'sha 2005-yil Andijon davlat tibbiyot institutiga kirganman. 15-yil u yerda magistr bo'lib onkologiya sohasida bitirdim va bitirganimdan keyinlar Respublika onkologiya markaziga ishga kirganman. Undan keyin 2017-yili bizda katta o'zgarishlar bo'lgan, prezident qarori chiqqan onkologiyani rivojlantirish bo'yicha. Undan oldin to'g'risi surish kerak deb surish yo'llarini qilib yurgan paytim bo'lgan. O'sha o'zgarishlardan keyin yo'q, surish kerak emas, qurish kerak ekan deb, qurish kerak deb O'zbekistonda qolganman va o'sha palliativ sohasini rivojlantirishga, onkologiyani xalqaro aloqalarini tiklashga, har yili o'zimizni qorako'z mutaxassislarni chet elga yo'naltirishga va umuman sog'liqni saqlashni tashkillashtirishga, Rustam bilan Zangiatada Covidga qarshi kurashishga ko'p batareyalarda o'tib, mana endi oxiri hozir
Podkastchi Shu hayotga qanaqa yetib keldingiz? Podkastchi bo'lishgacha yetib keldim. Menimcha bu oxir emas va umid qilamanki, uchamiz ham hammamiz birga bo'lib, o'sha tibbiyot sohasidagi miflar, tushunmovchiliklar va har xil paratibbiy narsalarda qanchalik noto'g'ri, qanchalik yolg'onligini isbotlashga hammamiz bel bog'laymiz. Albatta. Bitta odamga ham yetkazsak, Bu bizning yutug'imiz. biz yutug'imiz. Qancha ko'p odam dalillarga asoslangan tibbiyotni tushunsa, O'zi kritik fikrlashni yoqsa, nima uchun menga umuman shu dorini kritika, yozib berishyapti? Nima uchun menga bu zululi hozir qo'yishyapti degan savol bersa, birinchidan zululani hayotini saqlab qolamiz. va balkim zuluklarni himoyasini assotsiatsiyasini ocharkim deb buni ko'rib. Videoda kommentariyada bitta neyroxirurg Botir degan tanishim yozdi, zululni eng katta aybi O'zbekistonda tug'ilganiga. Chunki uni borib keyin ishlatishadi kerak emas joylarga. Ha o'zi o'sha yerga haziliga o'g'lim tug'ilganda ursak ko'p yig'ladi. Nimaga? Chunki qarasa hamma o'zbek tilida gapiryapti deb hazillashdik. O'zbekistonda tug'ilibman deb. Yo, endi shu joyga afsus qilmaysizmi ketmaganingizga? Qayerga? Surmaganingizga. Surmaganimgami? Yo'q, aslo afsus qilmayman. Chunki haligi bilasizmi, pul birinchi o'rinda, endi hammamiz ham tirikchilikda haligi bazaviy ehtiyojlarimiz birinchi o'ringa qo'yamiz, lekin undan ham yuqoriroq haligi jamiyatga haligi yordam berish hissi borda. Haligi qilayotgan ishim shu O'zbekistonda qanaqadir nimanidir yaxshiroq qilyapti, kimgadir yordam beryapti degan his bor. Umuman olib qaraganda o'sha O'zbekistonda 2030-yilda haligi low middle income countriesdan, ya'ni past daromadli mamlakatlardan o'sha o'rta meyona daromadli mamlakatlar qatoriga qo'shilishiga chin dildan ishonaman. Shunga endi haligi bilsalaring u spiskka qo'shilish uchun faqat ham iqtisodiyot zo'r bo'lib ketgani bilan Gaplashib ham kirsa bo'lmaydimi? Ana yo soqqa bilan ham kirsa bo'lmaydi unga. Soqqa hal qilmaydi. Va hech bo'lmasa tibbiyotda o'sha statusga mos bo'lishga agar yordam bera olsak, men bu dunyoda o'zimning missiyamni bajargan bo'laman. Grantlarning soni kamayadi unda. Menga endi achinarli anaqa bo'lgan, qaysidir bizda low income'da ikkita turi bor-da. Grantga zaявка topshirayotganimda low income countries bizda turdi, uni ham ikkita anaqa bosqich bor ekan. Biz o'sha pastkidan tepaga уже chiqdik. Bu grant faqatgina shu eng pastkisiga tushadi, поэтому stajirovkani o'zingiz to'lab chiqasiz. Kambag'alni ham kambag'al. Qancha ko'p rivojlansa, to'da grantlik afsuski son anaqa. Grantlar. Savoldan qil. Umuman mana haligi USAID yoki bironta har xil naqalar bo'ladi, har xil nima deydi? Как его? Fond. Yo'q, umuman hali qanaqadir odamlar podozrительно qaraydi bu narsaga. Umuman adashmasam juda ko'p grant yutgansiz, nima qilgansiz. Shunga qanday qaraysiz? Mana masalan, yaqinda hozir ularni bilib ketadi. Sal mayli. Koreyada masalan qanaqadir grantlar haqida gapirdingiz. Grantlar bu o'sha davlatni rivojlanishi uchun zaruriy narsalar hisoblanadi va bu grantlar misol bilmadim, balkim qayerdadir kimdir qanaqadir missionerlik bo'yicha o'qitib, qanaqadir agent qilgandir, lekin u men bilgan hamma grantlar o'sha rivojlanayotgan davlatlarga yordam beradi va bu grantlar bizga rivojlanayotganligimiz uchun shunaqangi ko'pki, faqat unga o'sha sal bizda kompetensiya bo'lish kerak. То есть requirementga to'g'ri kelish kerak-da. Biz grant keldi. Esimda bor, Koreya gospital ochilganda hammani olib ketamiz Koreyaga o'qib chiqman, bu milliy markaz, bola milliy markaz. Ingliz tili suhbatdan ko'p o'tamagan. Chunki o'shanga ularni 1 yilga Koreyaga yuborishgan ingliz tili o'rganishga. Covid bo'lib qolgan. Ko'plar o'sha tilni o'rganib, keyin faqat o'sha sohasini o'rganib chiqishgan. Til bu haligi oldin bo'lardi, bir 10 yil oldin til bilish bu qanaqadir bir elitaga mansub edi. Hozir til bilish bu bazaviy qurol. Ya'ni
til bilmasang sen maksimum qilishing mumkin bo'lgan narsa bu O'zbekistonda o'qish, O'zbekistonda o'rganish va shunga yarasha literaturani o'qishda. shunga yarasha adabiyotda o'qish. Bu adabiyot Yevropada 10 yil oldin chiqqan, Rossiyada 5 yildan keyin adaptatsiya qilgan. Bu 5 yil emas, hozir 3 yil deylik va undan keyin o'zbek tiliga rus tilidan o'girilganligi uchun 10 yil orqada qolib ketaveradida. Miya zo'r bo'lsa ham shunaqa qilib Sapinda o'qib yuribmiz. Endi Alimdek ko'z bilan qarab, u boy davlatlarga birinchidan grantni berish nima foyda? Keyin chirgan g'aribdan olgan pullaringizga bironta bu yerda qanaqadir narsa bo'ldimi? Boy davlatlar to'g'risi Koreyaga borishimdan oldin Birlashgan Millatlar Tashkilotiga qanaqa tuzilgan juda zo'r tasavvurga ega bo'lmasdim. Borib juda yaxshi tushundim. Boy davlatlar o'zini byudjetini bir qismini rivojlanayotgan davlatlarga sarflashga majbur. Bu sarflash alal oqibat ularga yordam beradi. Ya'ni bu rivojlanayotgan davlatlarda hayot sifati yaxshilansa, u yerdagi odamlar aqlliroq bo'lsa, zuli bilan gemoroyni davolamasa, demak, bu yer bilan biznes qilsa bo'ladi, ularga qandaydir tovarlar o'tkazsa bo'ladi yoki u yerga ishlab chiqarishni o'tkazsa bo'ladi yoki qanaqadir bir katta proyektlarni u yerda qilsak, u yerdagi tibbiyot o'sha bizni nimalarimiz sistemamizga to'g'ri keladi. Sistemamizga to'g'ri keladida, biz odamlarda hech bo'lmasa o'ldirib qo'ymaydi degan tushunchalar bilan hammaga yordam beradi. Bu faqat bizga emas, bu hammaga yordam. Chisti savobchilik emas ekanda. Men o'yladim qanaqadir altruizmmikin degandim. Fulbrightda suhbat o'tganimizda bizga tushuntirishgan, nima uchun o'zi Fulbright kerak. Biz Amerikaga olib ketib 2 yil o'qitamiz, o'sha magistraturani o'sha sohani, keyin obratno o'zini anaqasi yurtiga qaytadi va Amerikada ko'rgan ideologiyani anaqasini borib o'sha hayotni o'sha yerda o'zini yurtida yaxshilashtirib beradi. Keyin migrantlarning soni agar hayot sifati zo'r bo'lsa, kamayadi. O'sha borgisi kelmaydi, chunki bu yerda o'zini davlatida ancha o'zgarish bo'ldi. Eng qizig'i Fulbright har doim siz qaytishingiz shart. Programma tugashi bilan albatta biz hammamiz qaytamizga har bitta anaqa o'tib chiqardi, no 1 yil tugashi bilan ko'plar yo'qolib qoldi. O'sha yo'qolib qolganlar bilan hisobga olsak ham baribir qaytib kelganlar ancha O'zbekistonda yaxshi o'zgarishlar qilgan. Tan berish kerak. Endi bilaman, sizlar konsertregistr tizimini yaratdinglar. Ko'p eshitdim, qulog'imga boruvdilar. Umuman bu nimaga kerak va umuman statistika qanaqa hozirda? O'syapmizmi? O'ligi nima deydi? Saraton hamma yerda bo'lib ketdi. Statistika bu qaror chiqarishda asosi. Ya'ni siz tibbiyotda qaror chiqarasizmi, iqtisodda qaror chiqarasizmi, qurilishda qaror chiqarasizmi? Sizga statistika kerak va statistika haligi o'sha yerdagi ma'lumotlar toza bo'lishi kerak. Toza degani, misol uchun bir 10 tacha familiyani-yu bunday ko'z bilan ko'rib, bu yoqqa ajratib qo'yishingiz mumkin. Lekin bunaqa massiv danniy bir aytaylik 100 mingta odam bo'lsa, aytaylik Ziyayev bilan Ziyoyev yozilgan bo'lsa, haligi uni haligi odamni o'zi hal qila olmaydi-yu. Programma uchun bu narsa 2 xil danni hisoblanadi. Qayerdadir aytaylik 2-bosqich xatolik tufayli 4-bosqich deb yozilib ketilgan bo'lsa, umumiy kartina juda qattiq bundan zarar ko'radi-da va shunga asosan, misol uchun aytaylik, eng oddiy misol, nimaga kerak bu statistika? O'zbekistonda 20 mingta onkologiya bilan og'rigan kasal, uslovni 20 mingta kasal bor va shu 20 mingta kasalga 20 mingta dori olish kerak. 20 mingta dori oldi davlat, lekin oktyabrga borib 20 mingta dori tugab qoldi. Nimaga? Demak,
boshida 20 mingta kasal bo'lmagan. yoki aptekaga sotishyapti. Endi kimdir yeb qo'ydi. Kimdir yeb qo'ysa ham va O'zbekistonda ichida yeyiladi-da bu. Tushunasizmi? Haligi u dori haligi katta masshtabda unchalik yo'q bo'lib ketmaydi. Demak, qaror qabul qilayotganda qayerdadir, qaysidir danni noto'g'ri bo'lgan. Shuning uchun biz birinchi bo'lib o'sha kelinglar biz nima o'zi nechta kasalimiz bor, qanaqa darajada qaysi viloyatlarda qaysi kasalliklar trendda, qaysi kasalliklar davolashi samarasiz, shu narsalarni biz ochiq oydin bilib olaylik degan maqsadda kanser registrida yaratdik. Bu yil ishga tushdi. Tabriklaymiz. Endi ishga tushdi-yu, nimada geografik notekisliklar bor. Misol uchun endi viloyatlar nomini aytmay, qaysidir viloyatda 100% kasallar hammasi kiritilgan. O'sha dannilar bilan bemalol ishlaysiz. Qaysidir viloyatda bir 20% kiritsa kiritgan, kiritmasa kiritmagan. Endi bu faqat o'sha operatsion muammolar. Vaqt o'tishi bilan bu narsalar ham hal bo'ladi. Hamma aniq kiritadi. Bu yerda qanaqadir yana rol o'ynamaydi. Masalan, tasavvur qiling, bitta viloyatda 100 ta chiqish kerak edi. Endi amaldor yo'q, 100 ta emas, 10 ta yoz desa, tizim buni qanaqadir bundan himoyalanganmi? A, B, shunaqa holatlar bo'lganmi? C, bu shu umuman amaldorlarga qanaqadir bir KPI ga ta'sir qilmaydimi? Masalan, 4-stadiya bilan ko'proq aniqlandi. Endi qarang, haligi siz jaholat bilan kurashishingiz kerak edi, lekin siz jaholat tomonga o'tib qoldingiz deyiladi-yu. Shunga saraton registri mana shu narsa bilan kurashish uchun yaratilgan. Ya'ni kimdir, qaysidir odamga xato qilish uchun joy qoldirmaslik kerak. O'sha joyni bekitish uchun, ya'ni qaysidir amaldorni manipulyatsiyasini oldini olish uchun saraton registri yaratildi. Va bu o'sha narsani oldini oladi. Ikkinchisi, u dannilar proaktiv kiritiladi. Ya'ni yilni boshidan har bitta case kiritib borilganligi uchun yilni oxiriga borib, "Voy, kamaytir" desa, bo'lmaydi. Tizim buni kamaytirishga yo'l qo'ymaydi. Keyingisi, mana shu C punktingiz eng bizni katta og'riqli muammoyimiz. Bizda muammoga tizimli qarash emas, muammoni aybdorini topish bilan shug'ullanamiz. Ya'ni bitta viloyatda juda ko'p 4-bosqich kasallari aniqlangan bo'lsa, biz nimaga shunaqa bo'lyapti degan savolni qo'yishdan oldin, voy, mana bu yerda sog'liqni saqlash boshqarmasi yomon, bu yerda hokim yomon, ularni jazola deydi va ularga jazo yeydi. Aslida har bitta tizimda, bu meni fikrim emas, bu tan olingan fakt. Har bitta tizim har bitta xato sifatida uni kimnidir jazolash uchun qarash kerak emas, o'sha xatoga haligi bir dars sifatida qarash kerak. O'rganishga uchun. Va shu xatoni tizimda ichida qilmaslik uchun qanaqadir qattiq baryerlar qo'yish kerak. Misol uchun, O'zbekiston cho'llashib boryapti. Biz nima qilamiz? Ming nima qilsak ham daraxtni kesishni to'xtatmayapti. Prezident daraxtni kesmagi degan moratoriy qo'yadi. Keyin biz uni olib tashlaylik deymiz. Deymiz, lekin biz yana qattiq turamiz. Uni olib tashlamaslik uchun aytmoqchimanki, shunaqa qilish kerakki, bunaqa o'sha xato kamchilikka dars sifatida qarashimiz kerak. Biz to'g'risi ham endi kambag'alroq davlatmiz. Kambag'al davlat. Va o'sha o'rta daromadli davlatga chiqishimiz uchun bu shunaqa xatolarni ko'pini qilib, o'sha xatolarga qarshi kurashishimiz kerak. Qo'rqish kerak emas xato qilishga. Chunki mana har doim rezultat bizda yaxshi bo'lishi kerak. Даже ilmiy tomonda ham yaxshi ish olib borish kerak va yaxshi rezultat chiqishi kerak. Masalan, 3 yil nima qildim? Mana dissertatsiya yozib keldim. Nima ekan, nima ma'lumot? Men 3 yil qilgan rezultatim chiqmadi. Значит, 3 yil sen nauka qilmading. O'zi chet ilmda ham yomon rezultat, bu ham rezultat va bu bilan ham biz o'rganishimiz kerak. Bunga asoslanimizda ham bo'ladi. Bu dori ishlamaydi, bu usul to'g'ri kelmaydi. Bu kerak bizga, bilmasak yana shu narsani qilamiz. Keyin yana qilaveramiz. Hamma indamay o'tkazib boraversa. Bitta misol bizda bitta ilmiy ish bo'lgan, nimani
quvuq saratonini, siydik pufagi saratonini qatig'ida zardobi bilan davolash. Endi это bifidobakteriya deb gapirilgan. Bu baribir asosi qatiqda. Keyin natija chiqmagan. Natija chiqmaganda voy natija chiqmadi deb bosh qotirib, ha natija chiqmagan bo'lsa zo'r demak bizda haligi qovuq saratonini faqat qatiqda zardobi bilan davolash kerak emas ekan degan xulosani ham chiqarsak bo'ladi deganmiz. Keyin ilmiy jamiyat unga juda qo'shilmagan. Unda shu joyiga balkim hurmatli nima deymiz, shunaqa netraditsion davolash turlari bilan shug'ullanadiganlarni chaqirib ularga balkim yo'l ocharmiz, shu haqida ilm qilib ko'rsin, qanaqadir tadqiqot qilib ko'rsin, mana shu uzuklikni qilib ko'rsin, har xil hijomalarni tekshirib ko'rsin, ya'ni rostdan qilib ko'raylik, shu 10 mingta odamda 5 mingta odamni tekshiraylik, javobi yaxshi chiqsa, yomon chiqsa shunga qarab bir asos bo'ladi. Ha, haligi nima bor-u, afandi o'tirib olib daraxt aralayapsa, afandi nima qilyapsan desa, daraxt aralayapsan, sen o'tirgan shoxingni aralayapsan desa, shunaqami deydi-yu. Kim o'zi o'tirgan shoxni aralaydi? U natijasi aniq u. Eng qizig'i mana shu kefir yoki bifidobakteriyalarni jinsiy a'zoni ichiga qo'yish ginekologiyada ko'p uchraydi. 50+ ginekolog, yosh katta ginekologlar bu tajriba hali ham anaqada назначение yozmalarda ko'raman, bemorlarga yozib beradi. Masalan, boshida yozadi qanaqadir bifidobakteriya kompleksli svechalar, oxirida keyin qalamda agar masalan bunaqa imkon bo'lmasa, oddiy marlaga anaqa kefir qilib shu a'zoga qo'yishga. Eng qizig'i mana shunaqa ko'z bilan qaraganman. Nima uchun so'rasam, keyin bemor tushuntirgan, ginekolog aytgan shu muhitni joyiga keltirish, florani keltirish uchun. Просто shunaqa holatlar ko'p bo'ladi. O'zi flora bu juda sezguvchalik narsa. Shamollagan bo'lsa, stress bo'lsa, kimdir o'tkazganga flora reaksiya beradi. Har gal buni davolash kerak emas. Назначение ochiladi, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 10 ta probiotik u yoqqa bosish kerak, ustidan ichish kerak, keyin flora tiklanadi. Afsuski, biror kim bakteriyalar ham mutatsiya qiladi haligi nima qancha 5 million yillik evolyutsiya ham. Ну ладно, ну да, иду я на 3 буквы deb teskari qaratish ketadi. Keyinchalik manuskriptlar o'qisa bakteriyalar, ha biz shunaqa odamlar izdivatsiya qilib u yerga tiqishgan, bu yerga tiqishgan. Xo'p, qaytamiz. Hazildan O'zbekistonda saratonga chalinganlar примерно qancha o'syaptimi, bu pasayyaptimi, o'sayotgan bo'lsa 26 mingta har yili yangi aniqlanadi. Bu raqam borgan sari oshadi, oshyapti va oshadi. 2016-yili bu son 20 mingtaga yaqin edi. Endi o'ylang 2000-yildan hozirgacha olib qaraydigan bo'lsak, o'sish 25% dan ko'proq, 30% ga yaqin. Bu juda katta ko'rsatkich va borgan sari yana oshadi. Bunga biz tayyor turishimiz kerak. Shuni deb biz bong urgandik hamma joyda. Voy, bizda haligi Koreyada o'qiganimda Afrikadan ko'p mutaxassislar bilan birga o'qidik. Afrika olib kelishadi. Ularda sog'liqni saqlashdagi muammolar butunlay boshqacha. Ularda birinchi o'rinda infeksion kasalliklar. Bizda bu muammo yo'q-da. Endi bor, juda kichkina. Bizda asosan yuqumsiz kasalliklar, NCD, non-communicable disease. Yuqumsiz kasalliklar va bizda yuqumsiz kasalliklarning soni yildan yilga ortadi. Raqam ortadi, chunki bizda aholimiz qariyapti. Ya'ni umumiy demografiyani olib qaraydigan bo'lsak, 90-yillarda bizda populyatsiyani piramidasini ko'rsangiz, ko'pchilik 30 dan past edi. Hozir meni pokoleniyam mendan 10 yil balandlar, o'sha 40-50 yoshi bu основное pokoleniya bo'lyapti. Hozir biz eng produktiv davrimiz. Z-da bu yoki millennialmi? Men bilmayman, Zman millennial. Men o'zimni Gen Z deyman, to'g'risi. Hali qarigan sari yoshlarga
o'zingni qo'shging keladi-yu, Gen Z deyman, digital generation. Biz sifrovoy odamlarmiz. U yerda yosh farqi yo'q, no? Baby boomdan keyin urushdan keyin da baby boom, keyin по-моему hammasi kuflar gapiradigan gap bu. da biz millenial biz. Ha, sizlar millenialslar, men sizlardan bitta oldingman. Gen Zmi? Nima bo'lsa ham. Endi onkologik kasalliklar ortadi. bu statistika. Prosta bu 100 mingtaga qancha? Bu fakt. Hozirda 100 mingtaga 76 tamiz. Onkologik kasalliklar. Butun lekin yoshga to'g'rilab qilsangiz, ASR degan tushuncha bor. Ya'ni age stratified rate. Haligi bizda yoshlar ko'p bo'lganligi uchun o'sha bizni umumiy kasalliklar soni 76 atrofida. Agar yoshni har xilligini inobatga olmagan holda kasalliklarni sonini hisoblab chiqsak, biz ham plus minus boshqa davlatlar bilan bir xilmiz, 300 atrofida. Anomal holat yo'q. Yo'q, anomal holat yo'q. Rak stabilni har bitta jamiyatda bo'ladi. Bundan qo'rqish kerak emas, buni miflashtirish kerak emas va bunga qarshi yagona kurash bu erta aniqlash. Biz bir marta siz bilan gaplashuvdik, anaqa har bitta onkologik bemor ijtimoiy tomonga qanaqa keltiradi. Masalan, davlat ancha pul ajratadi-yu, onkologik bemor 4-anaqada aniqlandi, birinchi bosqichda aniqlandi. Uni farqi bor. Menimcha registr ham bunga anaqa kerak hisoblashga. Masalan, mana bemor 4-bosqichda aniqlandi, unga rosa ko'p mablag' ketdi, ximiya, luch, operatsiya, davlat hisobidan, chunki tekin. Afsuski negativ opit chiqdi, bemor o'ldi. Birinchi bosqichda aniqlandi, kam mablag' ketkazildi va bemor saqlab qoldi. Jamiyatga qaytarildi. Опять ishlayotgan shaxsga работоспособность ish kuchini anaqaga qaytarib berdi. Umuman shu naqani ham tushuntirish kerak. O'zi davlat fuqarolarga shu ishchi kuchi, ya'ni boshqa naqalarni hamma emotsiya naqalarni olib tashlaydigan bo'lsak, shu ekonomikaga ishchi kuchidek qaraladi. Kasal odam ishlamayapti, unga qarash kerak. Bitta odam qaramaydi, shifoxona yaqinlari, tizim ketyapti. Shu aytgandek, birinchi bosqich bilan 4-bosqichdagi qarashi ham har xil. Dorisi ham har xil. Misol uchun, birinchi bosqich sut bezi saratonida aytaylik, O'zbekiston sharoitida bu ham qimmat, довольно qimmat. 5-6 million sarflab davlat 5-6 million sarflab bu odamni to'lig'icha jamiyatga qaytaradi. 4-bosqichida esa agar xalqaro standartlar bilan davolayman desangiz, taxminan bir 3-4 milliard pul ketadi. Bitta bemorga. Target, immuna hammasi bilan birga. Reabilitatsiya. Lekin bu ham bemorni hayotini saqlamaydi. Ya'ni bu o'sha saratonni surunkali qilib bir 4-5 yil davolanib yuradi. Shuning uchun haligi bizda yagona yo'l bu erta aniqlash. Shuning uchun erta aniqlanish bu qanaqadir bir trendga kirish kerak-da, haligi keyin voy deganda kirasi emas. Siz aytdingiz, Rustam, Yaponiyada masalan oshqozon 12 barmoqcha yara kasalligi aniqga qo'yilgan. То есть Helicobacter aureus testi va FGD hamma o'lchish shart. Shu hisobiga oshqozon va 12 barmoqcha onkologiyasini anaqasini pasaytirishdi. Yana yaqindagi tadqiqot Britaniya, u ham xuddi Skandinav davlatlarga o'xshab, bachadon bo'yni saratonni deyarli yo'q qilib eliminatsiya qilib 2030-yil. Biz 2030-yilda masalan bolalar saratonidan tirik qolishni, выживаемость tirik qolish deladimi, 60% ga chiqarmoqchi bo'lsak, endi ular shu 1%, 5% dan pasaytirmoqchi bu kasallikda paydo bo'lishini. Chunki buni ilojisi bor-da. Mana onkologiya, rak hamma qo'rqadi-yu, lekin oldini olsa bo'ladigan raklar bor. Birinchisi bachadon bo'yni saratoni, VPC, OPV, odam papilloma virusiga qarshi vaksinatsiya qilaylik. Bizda vaksinatsiya qamrovi xudoga ming qatlar shukur, bizda antivakserlar yo'q. Agar bo'lsa urush kerak. Aka, Threadsda ko'p ko'ryapman.
Qozog'iston, Qirg'izistonda bu afsuski mana shu trend bo'lib kelaverar ekan. Juda bir noto'g'ri tushunchalar bilan birga kirib kelishyapti. Afsuski tibbiyot xodimlarining orasida ham qanaqadir bir noto'g'ri tushunchalar bor. Mana shu aytaylik vaksinatsiyani 90% dan yuqoriga chiqarsak, 20 yil emas, 50-yilga 2050-yilga bizda bachadon bo'yni saratoni bo'lmaydi. Afsus mana shu joyda yaqinda bir tanishimiz vafot etdi. Endi tasavvur qil, oddiy vaqt muammosi. U shu dori, shu ya'ni vaksina shu 20 yil avval paydo bo'lganda, shu yoshligi vaqtida rostdan vaksina qo'shib, hozir shu odam tirik bolalarini yonida yaxshi yashab yurardi. Odam yo'q-da. Biz emas, umuman shu vaksinaga qarshi odamlar qanaqadir bir bola keltiradi, unaqa chiqaradi, bunaqa chiqaradi. Mana shu haqida gaplashaylik. Avstraliyada 2005-yilda vaksinatsiya o'tkazilgan. Bachadon bo'yni saratoniga qarshi VPC vaksinatsiya 2005-yilda 16-17 yoshli 13-17 yoshli qizlarga qilingan va hozir o'sha qizlar meni yoshimda уже farzandli, soppa sog'lom, ular 100% bachadon bo'yni saratoni bilan kasallanishmaydi va ular hammasi yaxshi bo'ladi. Ya'ni bu bepushtlikka olib kelmaydi. Eng o'sha katta anaqasi teoriya zago'rasi Kakrenda spor bo'lib anaqa olim urushib ketdi. O'sha bitta nazariyasi bepushtlikka olib kelingan. O'sha qoldi ko'planib anaqasida qilishmayapti. Bizda o'sha anaqaga programmaga kiritilgan. Maktab paytida qizlarga qilishyapti hozir. Yana ham realnostga gapiradigan bo'lsak, bepushtlik odamlarni kamaytirishmoqchi, 6 milliard deydi. Baraka topqirlar. O'zi bolani qimmatlashib ketgan u gardashli yoki shu vaksinalarda fake qilib, bepushtlik qilish shart emas. O'zi kvartiraning narxi ham o'zi yetib turibdi bolani bittadan, ikkitadan ko'paytirishlikka. Umuman industrializatsiya, ya'ni shaharlashish, ya'ni umuman rivojlangan sari, hatto mana O'zbekiston ham qo'rqardi-ku, Toshkent sig'may ketyapmiz, O'zbekistonda holat ketdi. Uje 2100-yil, 2050-yilga kelib adashmasam sekin pasayishni boshlaydi. Demografiya. Biror narsa dori shart emas, bu oddiy ekonomika. Bu normal holat. Koreyani qaranglar. Tug'ilishlar soni 0.8. 0.8. O'rtacha 2-1 bo'lish kerak. Ya'ni bitta oilada 2 farzand dunyoga kelsa, demak, o'sha balansda ushlab turadi. O'sha ko'paymaydi, balansda ushlab turadi. Koreyada 0.8. Shuning uchun haligi juda gomogen nimalarda, jamiyatda bu qiyinda. Amerika qanaqa hal qiladi? Green card orqali kelishadi. Yangi qon migrantlar shu orqali qiladi. Germaniya ham shu yo'lga o'tdi. Haligi ikkita itchani bir-biriga qo'yib ko'payinglar degan bilan nima hech narsa o'zgarmaydi-da. Haligi rivojlanganimiz sari demografik ko'rsatkichlar tushib boraveradi. Bu qonuniyat. O'shuning uchun agar bolalar soni kamaysa, bu aslo vaksina emas. Asosan haligi odam papilloma virusini vaksinasi emas. Bu shifokorlar emas, bu normal butun dunyoda bo'layotgan trend. Lekin akadeksdan qo'rqishadi. Endi temperatura unga o'xshagan narsalardan. Mana hozir qizyapti, hozir 45 gradus. Ayrim bir uashlar, mana hamkasblarim aytadi bemorlarga, kuzda olinglar. Hozir olmaylik, kuzda olinglar. Hozir issiq. Noto'g'ri bu, haligi sразу aytadi. Bu anaqa noto'g'ri fikr. Keyin u bolani mehmonga olib boradi, kimdir uni o'padi yoki qo'liga oladi, aksiradi. Bechora bola keyin 3 oy kamida yo'talib yuradi, ko'k yo'tal bilan. Ko'k yo'tal ko'rgan odam bir marta ko'rsa, bu yo'talni hech qachon keyin unutmaysizlar. Shunaqa qiynalib yo'taladiki, nafasi qisib, bo'g'ilib. Shifoxonalar infeksionniy kasallik mana aytdingiz, bizda mana kam, lekin menimcha infeksion kasallik bizda bor, chunki antivakserlar hisobiga. Ular endi o'zini antivakser deb aytmasa kerak, prosta vaksinadan qo'rqadi. Hozir mana mavzudan sal chetroq, KPK o'tkazgan anaqa mana bu ko'r kasallik o'tkazgandan qizamiq kasallikdan keyin panensefalit yoki mana hozir shuni Tretda ko'rib qoldim bitta qizda, bolasida necha yildan keyin chiqadi-da, haligi eng
ular bog'lamaydida bu kasallik bilan shu o'tkazib yubordi ha bo'ptida yo'q u yildan keyin chiqib keladi bu narsa. Instagramda ko'rdim, po-mo'yam bitta bolani otasi hozir sahifa olib boryapti, hamma ota-onaga tushuntiryapti bu mavzu bor, olish kerak vaksina. Mana hozir qancha bolalar komada yoki nogironlik holatga tushgan shu qizamiqni asorati. Rahmat. O'sha odamga rahmat. To'g'risi Afsus, lekin shu yaqin. Afsus. Lekin mavzuga qaytib kelsak, shu vaksinalarga. Gepatit B, gepatit C, jigar saratonining 80%ni prichinasi. Bo'ldi. B, C dan anaqa himoyalan. Hozir vaksina ham bor-da. Haligi vaksinani ol, bo'ldi, jigar saratoni tinch yur. Bo'lmaydi senda, tinch yuragi alkash bo'lmasang, jigar saratoni bo'lmaydi. Bu juda oddiy narsalarda, juda oddiy narsalar bilan haligi kelajakdagi katastrofani oldini olsa bo'ladi. Da. Eng qizig'i, masalan, bemor kelganda tana vazni 2-3 semizlik darajasi, qon bosimi 180, sahar 11-12, xolesterini 9 eng boshimga shunaqa fikr keladiki, qanaqa qilib shu yoshgacha siz hali yetib keldingiz, tirik qoldingiz. Dori ichasizmi? Yo'q. Nima qilasizmi? Yo'q. Bezovta qiladimi? Yo'q. Нормальный давление 180 ga 110. Mana рабочий. То есть men 140 ko'rganimda bemorga сразу hodisalar ko'rsataman, infarkt bo'lish ehtimoli bor. 180 ga 110 normal. Рабочий давление. Rабочий давление. Lekin shu narsaga bizda afsus haligi sog'liqni saqlash vazirligi endi hozir transformatsiya qilyapti, qani ko'ramiz o'zgarish bo'lsa kerak. Aytib qo'ydim, yo'q, bizda davolash vazirligi bo'lib qolganda, haligi oldini olishga emas, aynan уже kasallik bo'lgandan keyin butun tizim mana shunga nima qilingan, haligi o'zini nimasini qaratgan, kuchini safarbar qilgan. Misol uchun Koreyada KAHP bor, Korean Association of Health Promotion. Demak, sog'liqni targ'ib qilish bo'yicha Koreya assotsiatsiyasi degan assotsiatsiya bor va bu assotsiatsiya hamma joyda. Ya'ni qayerdan nimani, misol любой aytaylik bitta patinkani olsangiz ham, patinkadan ham o'zingiz asrang, tam semirmen, tam sog'lom turmush tarzini olib boring va har 2 yilda tekshiruv payday majburiy emas. Lekin 80% odam, 80% Koreyani odami har 2 yilda tekshiruvdan o'tadi. Check-upmi nima? Check-up. Bu endi ikkinchi tomoni bor. Bu bepul. Check-updan o'tgan kuningiz ishga bormasligingiz mumkin. Shunaqa tomonlari ham bor, lekin jamiyatda o'zi shunga уже tayyorlangan va talab qiladi, chiqadi. Eng qizig'i, mana Koreyada men ko'rganman, sug'urta bor. Kasallik aniqlansa va bemor uni vaqtida aniqlasa, sug'urta unga aniq qilib beradi. To'lab beradi ancha foizini. Agarda bemor u kech keldi, vaqtida aniqlanmadi, sug'urtani ajratish sal qiyinroq bo'ladi, pul anaqasi. Co-payment degan narsa bor, co-payment oshib ketadi. O'zi to'laydigan summasi. O'zi to'laydigan summasi. Misol Koreyani iqtisodiyoti 100% qoplashga yetadi-yu, lekin motivatsiya yo'qolib ketadi. O'ta tibbiylashtirmaslik uchun nimani, haligi men kasal bo'lib qolsam, davlat to'laydi-yu degan bizda shunaqa-yu. Haligi mana Javohir oyligingizni olyapsiz, menga qarang. 180 davleniya desa ham mayli, men 180 davleniyasi nima bo'libdi? Siz davolashingiz kerak deydigan bo'lmasligi uchun haligi co-paymentni nima qilib qo'yishgan, ya'ni aytaylik davolash 100 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, uni 10 ming so'mini yoki 5 ming so'mini odam o'zi to'lashi shart va o'sha to'lanishi siz aytgandek haligi erta aniqlanish, o'sha oldingi tekshiruvlarga borish, shu narsalarga bir-biriga bog'lab tashlashganda tonusda ushlab turadi. U yerda o'ziga majbur turadi. Bizda masalan tibbiyot bepul emas. Yo'q. Lekin shuna deymiz. Bepul hech narsa yo'q-da. Mana shu tushunchadan qochish kerak. Tibbiyotga davlat pul beradi-da. Baribir beradi. Baribir beradi-yu, lekin juda bir narsani
ko'rib anaqa bo'lib ketdimda, xafa bo'lib ketdim. Koreyada o'rtacha yashovchanlik medianasi anaqasi emas. O'rtacha yashovchanlik 86 yil. Endi o'rtacha sog'lom yashovchanlik 76 yosh. Endi O'zbekistonda o'rtacha hayot kechirish 74.2. Rivojlanayotgan davlatlar ichida biz zo'rmiz. Lekin o'rtacha sog'lom hayot davri 62 necha ham. Koreyadagi pensioner o'zini hayotini maza qilib yashayotgan paytda o'zbekistonlik odam bu dunyoni tark etadi. Meni shifokor yuradi, analizli topshirib. Yoki shifokor yuradi yoki a'zo. Biz shunga intilishimiz kerakda, чтобы odamlarda nafaqat umumiy yashovchanlik ko'paysin, balki umumiy sog'lom yashash vaqti ko'paysin. Siz aytdingiz, tibbiyot tekinmi yoki pullimi? Tibbiyot bu xizmatmi yoki bu yordammi? Chunki bu juda anaqali. Biz bu qanaqadir shonli professiyamizmi yoki bir uslubi? Etik tomondan bu yordam, bu odamga sog'lomlashtirish, hayotni saqlash. No, bu xizmat, chunki shifokor qanaqadir ustidan ishlab unga yordam ko'rsatyapti. O'sha kapitalistik tomondan qarasa bu xizmat. Gumanistik tomondan qarasak, mana shu sovetdan qolgan fikrlashda bu yordam, bunga pul talab qilinmaydi. No, agar pul ajratilmasa, konkurensiya bo'lmaydi. Shifokor o'zini anaqasiga, nima deydi, вознаграждение как o'sha o'zi motivatsiyasi. Haligi eski vazirimiz nima deganda, rahmatmi? Rahmat degan. Shu rahmatni kutib yashaydi. U bir marta, ikki marta, hozir kommentariy etasizlar, sizlar anaqa tanlagan sohalar bu pulli emas. Xo'p, pulli emas bo'lsa, masalan, 10 ta kasal ko'rdi, 100 ta kasal ko'rdi. No, shifokor, ayrim yosh shifokor bo'lsa, unga qanaqadir motivatsiya tomonidan stimulyatsiya kelmasa, ustidan ishlagisi kelmaydi. Bundoq qaraydi, ofitsiantmi yoki coachmi yoki kim boshqa anaqa sohalarni hozir yomonlamayapmiz. No, ko'proq ilyosi u tomonga o'tib ketadi. O'zimda naqa kuryer bilan UASHda agrom, nima qaysalik tizim bor-ku, hozir davlat naqasi agrosdagi nevrolog deylik, o'rgatib ketdi biz Furqatga. Nevrolog oyligi bilan anaqani kuryer oyligi 4 barobar farqda. Miya portlagidagi. Xo'p, endi qaytamiz, ya'ni odamlar sog'roq, yaxshi o'ziga qarab yurish uchun biz ko'proq ularga tushuntirish o'tamiz. Ya'ni masalan saratondagi qanday bir afsona deymizmi, qanday miflar bor va bularda umuman hayotimizga qanaqa ta'sir qiladi? Birinchisi, saraton yuqumlimi? Endi bu mif уже deyarli yo'qoldi, lekin bor. Shofyorlarda olib ketyapsa, aka yuqib qolmaydi bizga. Demak, saraton yuqumli emas. Buni birinchi o'rinda saratoni bor kasal. Undan siz saraton yuqtira olmaysiz. Texnik bu mumkin emas. Ikkinchisi, saraton bu o'lim hukmi emas. Aytaylik, 60-yillarda O'zbekistonda shunaqa edi. Soljenitsinda nimasi bor, saraton korpusi asarida tirik qolishi bir mo'jiza, katta mo'jiza bo'lgan, lekin va qolgan hamma palatadagilar o'lib ketgan-ku. Shuning uchun o'sha paytdan chuqur miyaga o'rnashib qolganda, haligi nima deydi, jamiyatdagi kazollikka o'xshab. Nimaga kimdir ustidan xabar bersangiz, sizni kazol deyshadi. Bu quloq davrlaridan qolgan narsa bo'lgandek, o'sha saraton bo'ldimi, demak o'ladi degan fikr bor. Yo'q, aslo unaqa emas. Qancha erta aniqlasangiz, misol birinchi, ikkinchi bosqichda ko'p saraton turlarida haligi tuzalib ketish ehtimoli 90-95%. Agar men misol 90-95% effektivlik bilan ishlaganimda, hozir miyam ma'noda oqib ketgan bo'lardi. Men yo'q, o'tirib kresloz miyada o'tirgan. Miyani kreslosida o'tirgan bo'lardim. Uchinchisi, saraton nasldan naslga o'tadi. Deb haligi voy aytmanglar, ayasi rak bo'lib qolgandan keyin qiziga sovchi kelmaydi. Saf sata unaqa emas. Haligi
Mendel tekshiruvlari bilan ba'zi rak turlarini haligi avloddan avlodda paydo bo'lish ehtimoli yuqori degan narsa boru, lekin haligi oddiy xalqqa bunaqa ilmiy narsalar tushunish qiyinda. Ular uchun demak onasida bo'ldimi, bolasida ham bo'ladi degan nima tasavvur paydo bo'ladi. Shuning uchun o'tmaydi. 90% rak, yo'q 90 emas, 80% rak bu sporadik. Shunchaki paydo bo'ladi. Tashqi omilsiz bu. Yo'q, tashqi omil albatta bo'ladi. Aytmoqchimanki, nasldan naslga o'tib paydo bo'lmaydi. Shunchaki paydo bo'ladi. Yana qanaqa miflar bor? Shu yerda каверзный вопросlar, masalan, Angelina Jolie genetik test o'tkazib, o'sha oyisidan kimdir moyilligini o'zida topib, moyillik boshqa, moyillik boshqa. Yo'q, moyillik bo'lishi mumkin. BRCA1, BRCA2 mutatsiyalari bo'lsa, demak, keyingi avlodda sut bezi saratoniga chalinish ehtimoli yuqori, 50% dan oshiq. Lekin bunga qarshi kurashish juda osonda. O'zbekistonda ham bor. Screening bor. 1 yilda 2 yilda bir marta mammografiyaga chiqar, olib chiq onangni. Bo'ldi. 0-bosqichda, 1-bosqichda, 2-bosqichda topsa, даже 3da ham, 4da imkonsiz. 3-bosqichda ham topsa ham tuzatib yuboradi, polностью tuzalib ketasan-da. Va shu narsani tushunish olmaydi. O'sha u tomonga kirmoqchi emasdim, lekin BRCA1, BRCA2 mutatsiyalari o'sha keyingi avloddagi moyillikni oshiradi, lekin moyillik degani kasallik degani emas. Bu ikkita har xil tushuncha. Yana nima? Kimyoterapiyadan soch to'kilsa qaytib o'smaydi degan tushuncha bor. Aslo unaqa emas. Kimyoterapiyadan tuzalib ketgan bemorlarimiz sochi voy menikidan qalin bo'lib o'sganda. Hozir shampu reklama qilyapti. Siz shampu reklama qilmasangiz kerak. Ular sразу bitta ovqat mahsulotlar, masalan, chiqadi, anaqa chipsi, kola, energetik, plastik, telefon, stress, hammasini bittadan aytib keting, miflar. Yo'q. Nima? Tasdiqlangani to'g'ridan to'g'ri quyosh nurlarida juda ko'p bo'lish melanomaga olib kelishi mumkin, lekin bu anaqada oq tanlilarda qora tanlilarga nisbatan ko'proq. Chunki siz kasal bo'lmaysiz. Потому что мы черные. Хоть какой-то плюс. Rahmat paxtaga chiqqanda, lekin SPF yordam beradi. SPF yordam beradi. Ultra binafsha nurlardan sizni saqlaydi. SPF 100% yordam beradi. Endi bu yerni qilib qo'yasiz, hali Rick and Mortyda quyosh chiqadi-yu, nurdonga ovoz. Shunaqani ko'raveradi shekilli. Yo'q, aka, mana siz aytdingiz, что aniqlanyapti, и biz rezultat saqlaymiz. Men fikrim bo'yicha, mana shu aniqlangan va saqlanib qolgan raqamlar jamiyatga ko'rsatishadimi shu narsani? Masalan, mana biza bu yil 100 mingta odam saqlab qoldik deb onkologlar chiqadimi? Chunki statistika chiqadi, bizda 100 mingta onkologik kasal aniqlandi, undan masalan 4% o'ldi. Или vohli bosqichda aniqlandi, bizga yutuq bo'ldi deb shuni raqamli ko'rsatsa, balkim jamiyatga ta'sir ko'rsatardir. Zo'r bo'lardi. Endi bu bizda hammamiz shifokormiz. Shifokorlar kastada, hamma yangilik ham, muammo ham, yutuq ham, haligi yutqizishlar ham hammasi o'zimiz ichimizda qolaveradi-da. Konferensiyalarda maksimum. Konferensiyalarda aytamiz o'z hamkasblarimizga, lekin jamoatchilik bilan aloqa juda sust. Juda sust. Ming afsus. Buni medialashtirish kerak. Bu menimcha Sog'liqni saqlash vazirligi o'ziga prioritet qilib qo'yish kerak. Anovi press slujbasi. Shu narsani ko'proq ko'rsatish kerak. Misol SSVning kanaliga kim a'zo? Coviddan keyin bizani qilib qo'yishdi. Faqat shifokorlar, faqat tibbiyot sohasidagi mutaxassislar. Tibbiyot mutaxassisi ishlayotganini bilish uchun kanaldagi podpisчикларni ko'rsa bo'ladi. Shunaqada bizga o'xshagan bunaqa haligi kontent kam va bu o'zgarish kerak.
foydali narsalar. Mana palonchi qishloqda palonchi unaqani departamentda boshlig'i bo'libdi. Savol. Anaqa tayinlov. Tayinlov bo'libdi. Umuman menga u nima berdi, to'xta men. Sen taniysanmi? G'ayblar ko'p bo'libdi. Ha, endi umuman yana qanaqadir afsonalar, telefon stressda ham yo'q. boshimiz yonida qo'ysak glioma. Bemalol. Hali tasdiqlanmagan. Halimi yoki umuman qanaqadir biologik qanaqadir ta'siri bormikin? Endi bunday haligi chuqur olib qarasangiz, любой narsa rakka olib keladi. Biz yashashimizni o'zi, hayotda o'zi qancha qari bo'lsak, hayotda o'zi rakka yaqinlashtiradi. Lekin bu narsani fetish darajasigacha chiqarish kerak emas. Fanatik. Fanatizm darajasiga chiqarish kerak emas. Ya'ni tasdiqlangan narsalar bor, lekin misol radiatsion отходlar. Aytaylik, условно qayerdadir alyuminiy zavodi bo'lsa-yu, o'sha alyuminiy zavodi toksik chiqindilarini umumiy daryoga chiqarsa, o'sha yerda saraton bilan kasallanish ortadi. Xitoyda bitta provinsiyasida jigar saratoni shunaqa yuqori bo'lganki, bu o'sha industrializatsiya tufayli toksik nimalarda suvga qo'yishgan, bu suvni ichgan va bu tasdiqlangan. Yoki kimyoviy otravleniyalar, sigaret chekish 100%. 100% chekish rakka olib keladi. Ichish ham olib keladi, lekin me'yorda. Yo'q, me'yori yo'q. To'xtab ichishni me'yori yo'q. Ichmanglar. Eng yaxshi naqa o'zi umuman ichmaslik. Biz chunki qaysi vaqtda bu toksik ta'sir qilishini bilmaymiz. Shuning uchun biz sog'lom turmush tarzini gapiryapmiz. Albatta. O'tgan safar uzr gapingiz bo'ldi. Ba'zi kommentariyada gapirishadi, sen-ku gapirding deb o'rganib qo'yamiz. Bir neyroxirurg bilan gaplashganimizda u keyin aytganda shifokorda o'zi sog'lom turmush tarzini ko'rsatib turish kerak, chunki odam kelgan odam bu sog'lom haligi avtoritet o'stirib olgan bunaqa bo'lgan odamdan haligi maslahat eshitish noto'g'ri-da. To'g'ri. Mana misol men zalga chiqaman. Bu bitta o'zim emas. Shu bolani hech o'rnata olmadim. Men Spaniya bilan anaqa kuxnyada zalga ham chiqib turaman. Sizlarning bolalaring kichkina. Haligi chaqaloq bola bilan kachatsiya qilib, endi tushunyapman ota-onamga rahmat. Endi tushunyapman nimaga tizalanglar og'riydi. U tizani hammani zapasini shu bolaga berib o'rgan ekan. Men o'sha yoshdan o'tdim-ku, yosh bola bilan. Biz ko'rolmay rosa aytishlar, bola ko'ringlar, bola. Shuning uchun haligi men ham sportga chiqaman va albatta birinchi o'rinda bir narsani targ'ib qilish uchun o'zimiz rol model bo'lishimiz kerak. Internetda aytadi, bu ichib chekdi, 80 kirdi, bu sport bilan shug'ullanardi, baribir rak bo'lib qoldi. Survival bias. Tirik qolgan odamni sistematik ошибка, o'sha tizimli muammo. Bu tizimli muammo, ya'ni haligi mana ota bobolarimiz 90 ga kirgan qo'y go'shti oshni gupillatib tam zararli moddalarni ham tinmay har xildan iste'mol qilishgan, hech narsa bo'lmagan degani yo'q. Bu 100 mingtadan bitta bo'lganligi uchun o'sha qari boboni hamma taniydi. Любой joyda o'sha bitta odam chiqib keladi hammasida. Bunday tayin olib qarasangiz, hammasida o'sha bitta odam bo'ladi. U ham atay haligi pensiyani olish uchun, uzoq qolish uchun cho'zib pasportini qilgan bo'lishi mumkin. Anaqa yog' haqida onkologlar o'zligi berishuvdi. По-моему, даже bizani O'zbekiston hududida aniqlangan, masalan, ayrim bir viloyatdan juda ko'p onkologik, именно Qizilo'ngach onkologiyasi kelaverdi. Bunaqa fikr tildiki, balkim u yoqqa borib biz o'rganib chiqamiz. Nima uchun? Оказывается, ovqat pishirilgan yog' bo'ladi-yu, o'sha qayta 2-3 marta u kanserogen fakt olib keladi. Toza kanserogen. Jamiyatga juda katta bizning anaqamiz, bir marta ishlatilgandan keyin uni bo'ldi, util, uni saqlab turish kerak emas, bekitib gummayman. Yo'q. Indol, katol, ksenol hammasi kanserogen va hammasi yog' bir marta ishlatilgandan keyin undan chiqadi. Причем kanserogen anaqalari, bosqichlari bor. Aniq onkologiya olib keladi va onkologik
yonida turgan narsa deb ma'lumot beradi, no onkologiyaga olib kelmaydi. Masalan, o'tgan yili Coca-Colada ayrim bir aniqlangan modda sразу kanserogen va hammani qo'rqitib, aniqlashdi, что quyoshdan ko'proq ehtimol onkologiya o'sha добавкаdan ko'ra. Yog'ni qayta ishlatmanglar. Yog'ni qayta ishlatgan joyda tayyorlangan taomni yemanglar. Bu endi studentlikda sizda bo'lsa biz ham bu narsalarga shaharga borib gummani yeb kelardik. Gumma yeb kelardik, lekin bu narsa kanserogen. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Oddiy, yana ham oson, balkim boshida gapirgandek-ku, o'sha test Ames testi bor, ya'ni shu kanserogen moddani qo'yib bakteriyalarni o'sishini ko'radi, ya'ni mutagenni o'zgarishi. Qanday? Bu kanserogen, ya'ni saratonni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan moddalar. Bular har xil, kimik, fizik har xil. Ya'ni bularning ta'siri qanday? Shu borib DNKni sindirishi, buzishi va bu keyinchalik shu hujayra ko'payayotganda noto'g'ri kasal hujayra paydo bo'lishiga olib kelishi. Qancha tezda shu ta'siri bo'lsa, masalan, eng kuchli kanserogenlardan biri bu shu radiatsion izluchение. Bu aniq olib keladi. Masalan, shu luchovoy kasallik bu точно shu DNKlar parchalanib ketishida. Chernobil. Chernobil. Chernobyldan keyingi holat. 2000-yildan hozirgacha Fukushima. Yo'q, Fukushima emas. Aynan Chernobil holati bo'lgandan keyin ham anomal darajada Chernobil menimcha Belorussiyaga yaqin. Belorussiyaga yaqin. Конечно, Belorussiya naqani yaqinida, chegarada. O'sha yerlarda nima qalqonsimon bezi saratoni oshgan. Ya'ni o'sha paytda juda ko'pchilikda rak bo'lgan, lekin bu narsa mana 30 yil o'tgandan keyin 40 yil o'tgandan keyin o'sha joyda anomal qalqonsimon bezi saratoni oshgan. Ya'ni nur bu ionlanuvchi nur to'g'ridan to'g'ri saraton kelib chiqaradi va bilvosita uzoq vaqtdan keyin ham radioaktiv osatkalar, ya'ni yerda qolishi, shu yodni o'zgarishi va bizni qalqonsimon shu yodni oladi. Da. HBO'ning seriali, lekin dahshat ko'rgan bo'lsanglar, o'sha 10 ta seriyani men bir kunda, 1,5 kunda ko'rganman. Опять-таки o'sha sovet paytida qanaqa muammo bilan kurashardi, bekichardi. Eng qizig'i, Germaniyada bo'lgan datchiklar aniqladi radiatsiya yetib kelganligini. Yo'q, bizda hech narsa yo'q. Yashirish u o'sha MDH davlatlarda bu tibbiyotda ham bu katta muammo. Mana Covidda ham statistikani oxirgacha biz bilmaymiz. Опять-таки statistika, siz aytgan narsangiz bu asos, qonun chiqarishga asos, hayotlarni saqlash uchun asos. Ayrim bir sohalarda biz bekitamiz. Chunki gapirganda xo'p, hali nima deydi? Anaqaga aralashib ketib qolmaydi deb. Xo'p, temaga qaytsak. Koreyaga borib keldingiz. Anayxasiyo. Biz ham Koreyaga borganmiz. Umuman, uchala o'zi Koreyaga borganmiz. Boshida aytdingiz, Yahyo aka, umuman qanaqadir davlatga, vatanga qanaqadir foyda keltirish, masalan, endi maqtanish, men umuman haligi shu onkologiyaga kirishim, umuman hospital palliativ xizmatiga kirib kelishim Yahyo aka tufayli. Yo'q, qiziqtirgan, to'g'risi, juda ham katta spor bo'lgan, esimda bor. Shu tufayli keldi, mana hozir hospital ochdik, yurayapmiz, kerak ancha-muncha joyda yuguryapmiz, urushyapmiz, qonun chiqyapti. Bu narsalarga juda katta siz ham nima deydi, влияниеңiz bor. Shuning uchun hali kamida qanaqadir foyda keltirganingiz yoningizda yuribdi. Rezultat bor. Koreyaga borishda ham juda shu 1 oylik stajirovka juda ham katta rol o'ynagan. Shunda ham katta yordam bergan, ya'ni shu yo'l borib ko'rib keling degan edi, billa borib ko'rganmiz. Endi bu 3 oylik stajirovkangiz. Umuman qanday tizim, masalan, Koreyadagi sog'liqni saqlash naqasi yoki ularda ham shu notraditsion bo'lgan bormi? Bor. To'g'risi men hayron qoldim. U yerda o'sha noan'anaviy davolash usullari bor va bu juda aktiv ishlatiladi. Lekin bu juda ham kuchli reglamentlashtirilgan. Ya'ni mialgiyalarda, nevralgiyalarda
yoki aytaylik haligi davolasangiz 7 kunda tuzaladi, davolamasangiz bir haftada yaxshi bo'lib ketadigan kasalliklarda. Nevrologiya ko'pincha mana bu akupunkturalar. O'shalarda akupunktura va ba'zi oshqozon ichak kasalliklarida sirkalada bu haligi qanaqadir Moxa degan narsa bor, shuni kuydirib qo'yadi o'sha как бы qanaqadir foydali qanaqadir ta'sir ko'rsatadi. Va bu mana shunaqa juda ham kuchli reglamentga olinganda va o'sha doirada ishlatilinadi. Biz platsebo effekti nima qilmaymiz? Unchalik inobatga olmaymiz, lekin bu inobatga olinadigan juda ham kuchli narsa. Ta'siri bor. Lekin biz Koreyani shu nimasini olishimiz kerak. Ya'ni noan'anaviy tibbiyot bo'lishi kerak emas deganimiz bilan baribir bo'ladi. Kimdir shunga boradi. Baribir shunga boradi. Shuning uchun buni reglamentlashtirish kerak. Kontrol qilish uchun. Bu narsani boshqarish uchun chuqur reglamentlashtirish kerak va menimcha assotsiatsiya ham tashkil qilindi bizda. Xalq tabobat akademiyasi bor. Akademiyasi tashkil qilindi. Fakultet tashkil qilindi, lekin hozircha men effekt ko'rmayman. Umuman dars qanaqa bo'ladi? Masalan, bunaqa yo aytaylik, dars berganman bu qanaqadir o'tni bir narsa qilib ichirdik. Bizda literaturada qanday, nimaga? Chunki bu dorini ichirdik, manaqa tadqiqotlar bor. Moncha ichirdik, bunchasiga foyda bo'ldi, bunchasiga berdik, bu ishlamadi. Ularda qanday? Manoni berdik, kim? Chunki yozilgan. Yo'q, etiologiya, to есть har doimdagi mana terapiya faniga bizga xalq tabobatiga talabalar kelardi. Hozir bilmasam yopildi men fakultet. Sen dars o'tamidi shunda. Tushib turardi, или отработкаga ham shunaqa kelishardi. To есть etiologiya mavzu haqida, masalan, keyin qanaqa diagnostika, oxirida lechение. Men tayyorsam eras o'sha boshqacha javoblar kelyapti. O'tlar haqida ma'lumotlar, muolajalar. Qattam bunaqa gapirimda qarasam, anaqa xalq tabobat fakulteti. Все, rahmat, bo'ldi. Tushundim. Kamchilik yoki bu kibrlanish emas, lekin klinik tomondan bu soha bilan birga ishlash sal g'alatiroq men uchun anaqa bo'ladi, chunki biz farmakologiya, dorilar haqida soatlab o'qiymiz, bu yerda просто tam qanaqadir o'tlarni yig'asan, damlaysan, berasan. Balkim ta'siri bordir, no men lekin nimagadir asoslanish kerak-da, baribir. O'sha haligi siz aytgandingiz bu narsani Gazeta.uzda shu narsani yana bir marta qaytarib o'tish kerak. Bizda mana o'sha bitta habdorida, bitta tabletkada 500 mg paracetamol borligini biz bilamiz. Lekin o'sha o'tlarning ichida qancha o't beradi, o't quyoshda qolib ketgan bo'lsa, u paracetamol ko'proqmi, kamroqmi yoki u suv olmagan bo'lsa ko'proqmi, kamroq, bu narsani bilish imkonsizda. Shuning uchun o'zi umuman juda ko'p narsani o'tlardan olganmiz. O'zi umuman tibbiyot shu nimadan chiqqan. Prosta biz уже bildik qaysi o'tdan nima foyda olish bo'lganini, qulay tabletkaga o'tkazdik yoki mana alkaloid, ya'ni umuman saratonga qarshi dorilar ham juda katta juda katta qismi o'tlardan. Ya'ni prosta biz endi o'tda ichira olmaymiz, yedira olmaymiz, shuning uchun ulardan tabletka, bu уже как industrializatsiya, pромышленностьni chiqarib, tozalab, quritib, dori qilib beryapti. Yana bitta narsa, mana anaqa dorilarni biz bo'layotganimizda u o'zida yozilgan bo'lishi kerak. Ruxsat bormi bo'lishga yoki yo'qmi? Chunki 500 mg paracetamol ayrim birlarida 500 mg to'liq bo'lmaydi. Yozib beradi dorida. Bu dorini bo'lish mumkin deb o'rtaga aniq qo'yadi. Отвертка uchun emas, chiziqchada. Sindirishga. Ayrim bir bemorlar dozani kamaytirmoqchiman deb bu davleniyaga qarshi dorini men sindirib ko'ray, pichoq bilan kesadi, lekin bu yerda распределенияsi sal g'alatiroq bo'lsa, doza ta'siri ham o'zgaradi. Keyin dorilarda prolongiron yoki umuman uzoq ta'sir qiladiganlar qobiq bo'ladida, erib ketadi. Uni bitta ochadigan bo'lsak, hamma dori chiqib keladi. Shuning uchun hali uzoq vaqtga berilgan bo'lsa, shuni to'g'ri ichish kerak. Ular maxsus dozirovka bilan beradi. Ya'ni hop endi paracetamol oddiyroq dori, uni bo'lsa bo'ladi, lekin prolongirованный dorilarda hammasini deyarli hamma dozirovkasi bor-da. Haligi kattaroq dozani olib ikkiga bo'lib ichaveraylik deyish mantiqsizda. Chunki kichikroq dozasi ham bor.
Koreyaga qaytsak. Da. Qachon ketamiz? Men sog'inaman, lekin Shut mana shu- kezartirishda. Bilyapmiz ice coffeelaringizdan. Umuman Koreya sog'liqni saqlash tizimi, u yerdagi masalan vazirlik yoki men ko'rgan xususiylar juda ko'p. Davlat qancha rol o'ynaydi? Da, foizi. Bu именно meni nima deymi soha. Mikrofonni biz choy ichib keldik. Choy ichib keldilar. Mikrofonni birovga berayman. Koreyada vazirlik, mana sog'liqni saqlash vazirligi bor. U asosan regulyator. Mana shu bizdagi fundamental farq. Bizda sog'liqni saqlash vazirligi ham regulyator, ham xizmat ko'rsatuvchi. Ya'ni mana onkologiya, hamma boshqa muassasalar biz sog'liqni saqlash vazirligining tagidamizda. Ya'ni umumiy rasmda olib qaraydigan bo'lsak, sog'liqni saqlash vazirligi o'zi xizmat ko'rsatyapti-da. Keyin o'zi ko'rsatayotgan xizmatni o'zi baholab, o'zi monitoring qilyapti. UzAuto bilan jim. Va bu endi menimcha sal mantiq noto'g'ri. Konflikt interesov bor. Endi Koreyada 95% tibbiy xizmatlar xususiy klinikalar tomonidan ko'rsatiladi. Sog'liqni saqlash vazirligi u yerda faqat regulyator. Ya'ni juda qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, ko'kyo'talni o'tlar bilan davolash qonunga xilof yoki saratonni davolash mana bu protokollarga asoslangan degan nimalarni beradida, mana shu reglamentni tekshirib oladi. Shu xolos ularning roli yoki katta qarorlar qabul qiladi. Ya'ni bizga yuqumli kasalliklarni kontrol qiluvchi katta markaz kerak degan mana shunaqa katta qarorlar qabul qiladi. Undan tashqari nima bor? NHIS demak milliy sog'lom emas, anaqa sug'urta tizimi bor. Milliy sug'urta tizimi sog'liqni saqlashdan bir qismi hisoblanadi, lekin uni ham o'zining avtonomiyasi bor. Undan tashqari HIRA degan o'rtada bitta tizim, bitta katta muassasa bor. HIRA bu o'sha demak hamma endi xususiy bo'lgandan keyin xizmat ko'rsatish 95% hamma klinikalar xususiy hisoblanadi. Endi xususiy bo'lsangiz nima qilasiz? Siz haligi asosiy maqsadingiz foyda olish. Foyda olish bo'lgandan keyin demak har bitta vazirlik nima deydi? Har bitta bemorni davola, men senga shunga pul chiqarib beraman. Aytaylik bitta bemorni yotkizib 7 kun davolab standartlari bor. Standartdagi dorilarni qilib, standartdan tashqariga chiqib ham katta qilib spisak bersangiz, birinchi bo'lib HIRA tekshiradi. Bu qani o'sha standartga to'g'ri qildimi? Bu narsa ilmiy asoslanganmi? Tekshirib turib bo'ldi. Mana shu A patsientga mana shuncha dorini Yonsei klinikasi mana shuncha pul sarflabdi. Buni iltimos to'lab beringlar deydi va milliy o'sha sug'urta agentsiyasi bu narsani qaytarib beradi. Endi plusi xizmat ko'rsatish xususiy bo'lganligi uchun xususiylarda ichidagi anaqa raqobat juda katta. Raqobat kattaligi uchun ular o'zidan o'zi narxni oshirib ola olmaydi. Narx oshirsa, Yonsei narx oshirsa, bo'pti, Seulga boraman. Seul narxini oshirsa, bo'pti, Koreyaga boraman. Unaqa nimalar juda ko'pda. Shuning uchun haligi narx ham stabil ushlab turiladi. Va narxni bozor boshqaradi. Va albatta patologni nima qo'yib beradi? Vazirlik qo'yib beradi. Lekin bozor qolgan narxni boshqaradi. Bemorga nima foyda? Bemorga emas, odamlarga nima foyda? Odamlarga servisda tezligi foyda. Ya'ni aytaylik, telefon qildingiz. Mana men nimaga bugun konsultatsiyaga yozilmoqchiman. O'sha klinikani
interesida-da, sizni kuttirmasdan xolangga bor, bu yo'nga bor, tam Germaniyaga o'xshab yoki Amerikaga o'xshab 5 oydan keyin yo'q, emas. yo'q. tez. Bugun hozir. Mana telefon qildingiz, ular tizim shunaqaki, Значит, можно bu sistemani bu tizimda qilsa bo'ladi, ishlaydi. ha, xususiylashtiring hamma narsani. Bo'ldi. Men xususiy klinikani egasi bo'lsam, men bitta ham klientni yo'qotishni xohlamayman. Kapitalist. Ha, lekin bu narsa ishlaydi-da. O'sha kunda o'zida borasiz, hamma narsa chuqur reglamentlashtirilgan. Bizga o'xshab haligi bemorni qaynasi urganini, tam bunaqa narsalarni eshitib o'tirilmaydi-da, hamma yo'q standartlashtirilgan. Bundan tashqari super krutoy klinikalarda, misol Never yoki o'sha Yonseda bemor bilan shifokor gaplashayotganini kameralar kuzatib boradi va ovozi yozilib boriladi. O'sha sun'iy intellekt, misol chap tizzamda og'riq bo'ldi deb turib, bemor 10 tizzasini ushlasa, nimani sun'iy intellekt ham videoga aniq qiladi, ham buni gapiga reagировать qiladida, ko'rsatgan joyini yozadi. Va bu narsa avtomatik nimaga tushadi? EMS elektron nimaga tushadi, bazaga tushadi. Shifokor standart savollar beradi, standart javoblar bo'ladi. Undan keyin bu EMS ga o'zidan o'zi tushadi. Bo'ldi, hozir chiqib turing deydi. EMS taxminiy tavsiyalarni beradi. U tavsiyalarni shifokor ko'radida, yo o'zgartirish kiritadi, yo u bilan rozi bo'ladi. Enter, bo'ldi. Siz salomat bo'ling. Bo'ldi. Hech narsa yozmaydi. Hatto qo'l ham qo'ymaydi-da. Ikkita narsa. Birinchisi, bu shifokorni keyinchalik xato qilishiga olib kelmaydimi? Ya'ni o'rganib qolish, bu искусственный, ya'ni yozib o'rganda bo'pti deb davriyat qilib davriyat. Bir. Ikkinchisi, masalan, bugungi holatdaqa ChatGPTda mana 5x5 25 o'rniga 45. Qanaqa 45, 25? Uzr. Yo'q, unaqa emas. Topganingiz uchun rahmat. Zehningiz uchun rahmat. 25 edi-ku. U yerda ham 10 oyog'ini gapirib netsa-yu, u chap oyog'ini yozib qo'ysa. Bo'lishi mumkindir. Rustam, haligi o'sha paytda Neverda savol berdim. Mana hozir sun'iy intellekt bu agressiv kirib kelyapti. Juda ham agressiv kirib kelyapti va sun'iy intellektni kirib kelishi bilan nima o'zgaradi desam, dunyo juda ham tekis bo'lib qoladi. Ya'ni hammani qadriyatlari plus minus bir xil bo'lib qoladi va sun'iy intellekt baribir xato qiladi. Ular xatosiz haligi sun'iy intellekt xatosini baribir shifokor ko'rib chiqadi. Bu nimada protokol. Ya'ni yozilgan har bitta narsani o'qib chiqish kerak. Qayerdadir xato bo'ladigan bo'lsa, shifokor o'sha yerda bu narsani to'g'rilaydi. Oldinga yugurib aytaman. Sun'iy intellekt bizni ish joylarimizni olib qo'ymaydi. Yo'q. Bir 50-100 yil biz ishimizni olib qo'ymaydi, aniq. Lekin sun'iy intellektni yaxshi ishlata oladigan odam biz ishimizni olib qo'yadi. Shuning uchun 2 barobar kuch kattaroq bo'ladi. Kim sun'iy intellektni biladi? Oldin ingliz tilini bilgan shunaqa edi. Hozir sun'iy intellektda ishlay oladigan odam уже xuddi shu. Anaqada sizlar Severensda bo'lganimizda o'tda qabulda katta doktorlar o'tiradi, yoshlar emas. Eng qizig'i, konsultativ poliklinikaga professor ham qo'yadi. Chunki bu shifoxonaning imidji xususiy bo'lsa, bemor kelyaptimi, uni katta professor ko'radi. Bo'limda rezident bilan klinik koordinatorlar yuradi. Chunki bu istoriya yozadigan bemor kelyapti, uni professor katta shifokor ko'radi. Lekin anamni yig'ishmaydi. Eng qizig'i tez. Mana 5-10 minut, chunki har bitta bemorga sug'urta pul beradi. Qancha ko'p bemor ko'rsa, shuncha pul o'ziga shifoxonaga qoldiradi. Bemor kelib boshim og'riyapti, MRT головы, bo'ldi. Anamiz, потом siz beraman. Davay keyingisiga. Tez. Nimaga? Потом karshi o'qishni bilmaysiz. Ularda единая sistemada, то есть EMS da, tibbiy tizimida hozir biz o'rnatmoqchi bo'lgan Dimetda hamma narsa bor. Ya'ni anamnizni so'rashda kasallar o'zi kelishidan avval ham javoblarni yozgan bo'ladi. U super krutoy klinikalarda, no, butun hayoti davomida nechta klinikaga nimaga borgan bo'lsa, hammasi уже tizimda borda. O'shuning uchun haligi oshiqcha savol berish hammasi. No,
tayyor Pali- keladi. Eng qizig'i, men gemodializ bemorida bo'limda bo'lganimda 30 yillik tajribali gemodializ bemor ko'rganman. Men uchun bu как anaqa dinozavr bo'lgan. Chunki gemodializ maksimum ko'rganim bu yerda 10 yil, 12 yil, 30 yil. То есть u gemodializ tasavvur qilinglar, 90-yildan beri ovatda va asoratlar yo'q. Yuribdi yaxshi. Da, eng qizig'i, har bitta bemorga chiqaz beradi anaqasida kasallik tarixini. Hamma olgan operatsiyalar va qaysi shifoxonada qaysi nima qilingan, o'sha anaqasi klinik koordinatori qo'lida turadi. Ertalab obxod boshlanayotganda har bittani. Lekin sifrizatsiya bu nima minusi, shifokorlar ancha ko'p vaqt kompyuterda o'tkazadi. То есть kasal tarixi bo'ladi kompyuterda. Buni hammasini aniq qilish uchun bu bir, ikkinchisi bemor ustida. То есть bizda sal ishimiz ko'payadi agar bu raqamlashtirish bo'lsami? Digitalizatsiya bo'lsa. Menimcha ishimiz ozayadi. Misol, men yozgandan ko'ra kompyuterda ancha tezroqda. Переход bo'lsa. Bizda nima bo'ladi? Обычно mana Bizda hozir Poliklinika- Dimet, kasallik tarixi va mis. 3 ta narsa. Haligi sifrovizatsiya bardaka, bardakni sifrovizatsiya qilsa, sifrovizirni bardak bo'ladi. Raqamlashtirilgan house bo'ladi. Poliklinikadagi anketa bor, elektron anketa bor. То есть bechora hamshiralar ham anaqaga yozadi, и tizimga ham yozadi. То есть ish ko'payadi. Mana shu holatni agar o't chiqsa, bitta narsa qolsa, da juda qulay. Rosa menimcha O'zbekistonda bo'lsa kerak, keyinchalik bir 5 yildan keyin anketasi chiqmayapti. Uyga olib ketgandirsiz. Yo'q, mana fleshkada deb. Fleshkadan anketasi. Bildim yo'qotishiladi mana anketamni. O'zi anketa yo'qolish bu katta katastrofa bo'lardi. Hozirgi kunda ham bo'lma. Anketangiz qani? Bilmasam, bo'ldi, ketani xom, katta shkopda anaqalarni qidirib chiqadi. Men anketangiz qani? Men qattiq bilaman. Sizlarga ishonib, sizlarda turadi desa, olib ketmadingizmi? Yo'q, menga hech kim bermagan. Hozir qarayman. Shkopdan, uchastkadan qarab chiqib, boshqaga tushib qoldi. Yerdan chiqib keladi. Ket shu bilan. Обыденностьga qaytsak, biz обывательlarimiz nima deb oddiyroq qilib saratonni yana saratondagi endi men o'zim malaka anaqadan chiqib aytishim mumkin. Xalq tabobati men umuman to'g'risi men aytaman, hospisda qarshi emasmiz bemorlar. Hospisdagi hozir ko'p bemorlar shu alternativ yo'llarga qiziqadi yoki boradi. Tushunaman bu holatda, chunki endi hospisga borgandan keyin 4-bosqich qolgan tutgan. Lekin buni biologik tomoni, ya'ni buni ishlamasligi, masalan, haligi ASD ichishi, xo'p, har xil soda. Soda, ya'ni zakisляtsiya qilib ketib qoldi. Perikistic. Umuman bular qanaqadir ta'sir bo'lishi mumkinmi yoki вообще umuman ta'sir qila olmaydimi va nimaga? Chunki odamlarga shuni tushuntira olsak, to'g'ri, nimaga ishlamasin? Shunda tushunadi-da, ha, bunga borganimdan foyda yo'q ekan. To'g'ri. Demak, saratonda hamma umuman saratonda emas, tibbiyotda har qanday sohasida bironta dorini, bironta davolash usulini tatbiq qilish uchun hozirda endi eng yuqorisi RKI randomlashgan Randomizin klinik исследование bo'ladigan bo'lsa, klinik tadqiqotlar bo'ladigan bo'lsa, bu joyga yetib kelish uchun bir 10 yil tadqiqot qilinadi va har bitta bo'lishi mumkin bo'lgan asoratni o'rganib chiqiladi. Bizda ilm-fan endi rivojlanyapti. Rivojlangan davlatlarda AQSh, Yevropa hamma narsani ishlatib ko'rishgan saratonga qarshi. Hamma narsani ishlatib, o'sha skrupulyozno dokumentatsiya qilib, o'sha haligi manfiy natija dediku, manfiy natija bo'lsa ham, o'sha ham natija bo'lgan. Ha, demak, isiriq tutatib biz aytaylik, oshqozon rakini davolay olmaymiz ekan yoki isiriq oshqozon rakini davosiga plus bermaydi ekan degan narsalar уже kelib chiqib bo'lgan. Yozib ketishadi shu narsa. Ha, shu narsa yozib ketilgan va bu narsalar tasdiqlab bo'lingan. Agar kimdir sizlarga mana alternativ davolash yo'li bor desa, biling, ular uchiga chiqqan firibgarlar va ular vijdonsiz odamlar. Sizni aynan juda ham nozik bo'lib qolgan davringizda, sizni tushunmay qolgan, haligi sarosimaga tushib qolgan davringizda sizni emotsiyangizga o'ylab, sizni pulingizni oladi. Umid sotadi. Umid sotadi va bo'lmagandan keyin ha endi
o'zi rakidada biz harakat qildik. Undan yomoni bor. Yomon asabgacha siz kimyo olib qo'yibsiz-da deydi. Bu ularda bu bo'ldi. Uzri juda yomonda. Bu umuman anaqa to'g'ri, noto'g'ri targ'ibotda targ'ibot qiladi. Hali olmanglar shu dorini deb. Masalan, yana ham osonroq anaqa bo'lishi, masalan, bitta bemorimiz, masalan, pazopanib degan dori target terapiyani olib ichib yuribdi. Bu ichgani uchun saraton o'smay turibdi. Lekin shunga qo'shib turib, qanaqadir narsani ichgan, kimdir maslahat bergan, nimagadir bu dori bilan emas, bu ichgan qanaqadir malhami bilan bog'laydi-da. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun hamma odamlar buni ichgani uchun-da deydi. Saratonni xili ham har xil-ku. Buni ichgan, pazopanibni ichgani shuning uchun o'smayapti. Bizchi birinchidan sizlarga to'g'ri kelmaydi bu targib. Ya'ni to'g'ri kelmaydi, sizlarga boradigan joyi yo'q. Biz bunda mana dorini icha olaylik deydi. Hali qo'shimcha mahol. Chiqmagan jondan umidda. Tushunaman. Men aytayapman, bu 4-bosqich shunaqalarga qarshilik qilmayman, lekin odamlar birinchi bosqichlarga o'xshab, Steven Jobsga o'xshab. Eng boy aqlli odamlar ham shunaqa narsani ishlatishi mumkin ekan. Qizig'i, onkologiya turlari ko'p, hujayralar turlari ko'p. Dori bir xil. Tabiblarning dori bitta bo'ladi. Hammaga. Onkologlar juda katta tasnif. Mana bu hozir monoklonal antitanalar rosa ko'p nomli, otli juda qiyin. O'sha mana bizda kadrotaverin anaqa emas, katta og'ir nomli. Ularni dozalarni o'qish kerak. Bitta tabib dori beradi, o'sha hammasini yopib beradi. O'sha yerda o'ylab ko'rsa bo'ladiki, что yo'q, bu to'g'ri kelmaydi. Bechora onkolog ertalab kechgacha o'qib chiqish kerak, monografiyani qaraydi, bu ta'sir o'rganadi, anaqa nojo'ya ta'siri qaraydi, ichayotgan dorilar bilan qanaqa ta'sir ko'rsatar ekan, bemorim ichib ketadimi yoki qon siyadimi, uni hammasini bilib, gapirib aytganda, yo'q, bu bizga yordam bermaydi. Mana bergan tabib anaqasi va u hech kim bilmaydi qanaqa ta'siri. Shu o'smani ichida ham hujayralar har xilda. Biz dorini qilganimiz bilan, masalan, qilib qaysidir qismini o'ldiradigan bo'lsak, tuzatadigan bo'lsak, ya'ni o'ldirib tuzatganimizdagi, u dori qanday qilib hammasiga ta'sir qilib, biz milliard pul ishlatib turib, zo'rg'a qaysidir qismini davolayapmiz, ular qandaydir bitta dori. Oddiy mantiq, mana eng oddiy mantiq. Agar meni cho'ntagimda любой bitta rakni davolovchi tabiiymi, notabiiymi farqi yo'q, qanaqadir modda bo'ladigan bo'lsa, men o'tirib olib 4-bosqichlarni qidirib yurib, ularni miyasini aylantirib, ularga sotmayman. Men patentlab qo'yib bo'ldi, menim 7 avlodimga yetadigan pul chiqadi. Shunaqa qilmayapti ekanmi? Demak, bu narsa effektiv emas. To'g'ri. Shuning uchun sog'lig'ingizga haligi javobgar nafaqat doktorlar, mas'uliyat o'zimizda. Aytganimizdek, boshida aytdik, nima deydi, muammoni chiqargan odamdan achchig'imiz chiqmaslik kerak. Shifokorga vaqtida uchrasak, o'zimizda ham bo'lgan, menda ko'zim -8 da, haligi oshgan sari bilardim xiralashganini, bormardim. Hozir menga yomon yangilikda aytadi. Bu muammodan qochish yo'q. Nimadir bezovta qildimi? Chiqsak, ertaroq murojaat qilsak, shuncha yaxshi. Davolanishimiz ham любой kasallikda qancha erta murojaat qilsak, shuncha yaxshi. Shamollashdan tashqari. Biz boy davlat emasmiz. Boy davlat bo'lmaganimizdan keyin kasalligimiz qancha o'tamqiragan bo'lsa, qancha kechroq bosqichda bo'ladigan bo'lsa, davlat shu odamni tuzatish ehtimoli shunchalik kam bo'ladi. Imkoniyat kamda, haligi umumiy iqtisodiyotimiz bunga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun agar yashamoqchi bo'lsangiz va davlatimiz berayotgan o'sha foydani ishlatmoqchi bo'lsangiz, ko'proq boring, ko'proq tekshiruvdan o'ting, check-updan o'ting. Check-up sizni joyingizda yo'qmi? Pulingizga o'ting. Ayamen, ya'ni bizda ham qimmat emas. Juda arzon. Endi dunyoga solishtirsak, juda arzon, juda tez. Haligi MRTga bor. Har doim shuni aytamiz, to'g'ri, juda qiyin-da. Chet elda MRTga tushib, bu quest, haqiqiy quest. Bizda arzon, dostupniy hamma joyda bor. Iltimos, shu o'zlaringiz sog'liqlaringga o'zlaring qayg'uringlar. Biz sizlarni yaxshilashga, tuzatishga, mabodo tuzata olmay qolsak ham sizlarga yordam berishga biz har doim tayyormiz. Biz hech qachon, mana to'g'risi, shifokor sifatida
hech qachon kimdir haligi nima qilmaymizda, misol menda yo'q, voy bu apiras ekan, bu bekor kech qolib ketdi. Yo'q, men haligi ma'naviyat politsiyasi emasman, men bir moral o'qimayman. Meni vazifam shu kasal bo'lganda davolash, kasal bo'lmaganda kasal bo'lmasligini tushuntirish va haligi hech ham uyalmanglar, qo'rqmanglar, qancha erta bilsak shuncha yaxshi. Naborot, balkim ishingiz tushmaydi bizga. Siz yaxshisi sog'lomsiz, biz sizlarni qo'yib yuboramiz. Hali biznes menga desa qancha kam bo'lsanglar shuncha yaxshi. Aytgandek, hospisda qancha kam kasal bo'lsa, men bizga shuncha bayram. Baxtli bo'laman. Men ham jon deb turib boshqa kasbga o'tib ketaman. Shu kasbda odam yo'qligi uchun, shuncha mutaxassis bo'lish kerakligi uchun ishlayapmiz. Videolarni ko'rganimda, lekin roman anaqa oriydi yuragim. Rustam ishlayotgan joy, balkim ko'plar tushunmasa kerak, har gal shu taskin haqida menimcha biz gapirishimiz kerak podkastda. Bu joy juda men uchun masalan og'ir deb hisoblayman. Ozgina opet qisqa aytib bering, bu nima palliativ yordam va taskinda nima qilasiz? Shu o'zimiz shu palliativ bunaqasi bilan mutaxassis bilan birga ishlab, hospis bu palliativ xizmatini oxiri. Ya'ni o'sha davolab bo'la olmagan, davolab bo'lmaydi degan yordam bera olmaydi degani emas. Biz albatta yordam beramiz. Qaysi holatda bo'lmasin yordam bera olamiz. Asosiy kasallikni davolay olmasak ham. Palliativ yordam shu umuman aytgandek, shu og'ir kasallikka chalindimi, shunda yordam beradigan bir qism. Hospis xizmati bu umuman davlatda qancha rivojlangan, qancha tayyor bola yoki odam tug'ildi, vafot etguncha yordam bera olgan sifatli bir tizim. Qancha davlat ijtimoiy ekanligini ko'rsatkichi, davlat gumanizmini ko'rsatkichi. Bizdagi hozir mana palliativ xizmat Rustamga o'xshagan bizni hamkasblarimiz juda sanoqli-da. Entuziazmda tamomila saqlanyapti. Entuziazmda saqlanyapti. Biz boshsiz chavandozmiz. Biz shunchaki yuribmiz, hali ham hospisimiz qurib berilmadi. Lekin bu podkast chiquncha qurib qoladi. Balki qo'ysizchi. Bugun hali podkastda real masala bilan gapiraylik. Xo'p, hammaga kattakon rahmat. Biz sizlarni ko'rdinglar, bo'lishinglar, kommentariy qo'yinglar. Qanday mutaxassislar chaqiraylik, nima haqida gaplashaylik, yozinglar, bizga qiziq va albatta bu narsalar savol, shikoyatlarni qoldirib ketsanglar ham bo'ladi, biz berib ketamiz. Biz bajonidil javob beramiz. Bizning asosiy vazifamiz sizlarda tibbiyot sohasidagi bilimlaring ortishi. Savolda yaxshi yomoni yo'q. Har qandayini bering. Eng absurdi bo'lsa ham o'sha savolingizga javob oladigan imkoniyat bo'lishi kerak va bu sizlarga tayyor platforma. Marhamat, foydalaninglar. E'tiborlaring uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar. Kasal bo'lmanglar.